Mana boychechak keldilar. Ismingiz Yedik edi. Ha, bilaman. Dilshodjon Xayrullayev. Habibullayev ukol. Bu kishi mobilograf. Xush kelibsizlar Chustga. Xudo xolasa biz Chust shunaqa mehmondo'st xalq. Xudo xolasa Toshkentdan bular piyoda yo'lga chiqishgan-a. Ilohim safaringlarni bexatar qilsin. Hozir mana sizlarni hamma ko'rib turibdi. Odamlar. Boychechak. Chust qanaqa ekan? To'g'risi boshida qo'rqdim. Chustdanmi? Meni aldadi. Nima dedilar? To'planib ketadi, qolib ketadi. Voy. Yon dedi. Yo'q mana. Ushab qoladi dedi. Yo'ldan to'xtadimi odam? Qayerdan chustdanman dedi. O'ta muxlis ko'payapti, tasavvur qilyapmiz. Borishimiz bilan o'rab olsangiz. Ha. Shuni aytsam, voy, aqron bilan boramiz, voy, bu Qo'rqib ketdi-da. Kesam yo'q, og'asi zo'r kutib olishdi. Zo'r. Mehmondo'st xalq ekan. Sizni yoqdi. Hozir mana shu ketishda To'raqo'rg'onga ketasizlarmi? To'raqo'rg'onga yetamiz, xudo xolasa bugun yetishimiz kerak. Iloji yetamiz. Keyin afsonaga ertaga qolamiz. Bugun mana soat 17:18 bo'libdi. Hozir 6da chiqib ketsalar, ertalabgacha yurasizlar To'raqo'rg'ongacha. Yuramiz xudo xolasa. Hozir sizlar 5 kishi bo'ldinglar. Bular Chustdan Dilshodjon, bu kishi ham Chustdanlar. Qo'shildinglar bularni hamroh kuzatib. Afsonaga borgancha armiya bo'lmasa edi deb qo'rqaman. Chunki o'zi chiqdi, keyin bu yoq qo'shildi, keyin men qo'shildim. Mani yana bitta opa bor, keladilar. Dilshod qo'shildilar, bu yoq qo'shildilar. Hech o'shani uchun ishonsa bo'ladi-da, bitta mashinaga sig'maymiz nikak. Nikak degan qo'shiq. Mashinaga sig'mas ekan, haqiqatda mashinaga sig'maysizlar. O'zi 5 kishi bo'lsa qaysi mashinaga sig'adi? Damasga sig'asizlar xolos. Damasda yurmasanglar kerak. Odam keladi. Qo'shlar. Yana 6 kishi bo'lasizlarmi? Komanda bo'lar ekan. endi bularda boyis edi. U bitta o'zim shart qo'ygan. Shart bajaraman dedi, dilimni shart berdi. Bajardi. Jo'natdi, yubordi. O'zi shart qanaqa bo'lgan? Endi aslida bularga ham shart berish kerak edi. Chunki o'zi 2 kun muhlat qoldi, sanoqli kunlar. Ha. Endi bu yog'iga hamma orqadan bayroq ko'tarib yurish kerak. Podдержка uchun qo'shiladi endi, qo'shilganlar-da. O'zi aslida bunga shart, menga shart bergan bo'ldi. Demak, qo'shilsa bo'laveradi sizlarga. Endi 1-2 kun qolganda qo'shilsa bo'ladi. Ha. Oradan mahallalardan qo'shilib afsonagacha podдержка qilib borsa bo'ladi. Yo'q. Xullas, Chustga yana qaytib kelasizlarmi? U afsonaga borgandan keyin? Qaytamiz. Chetdan o'tamiz.